Agar siz pensiyangizni Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank orqali olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensionerlar oddiygina pensiya tushishini kutadi. Lekin bank kartasi, naqd pul olish, komissiya, SMS xabarnoma, ishonchnoma, karta muddati, bank almashtirish va pensiya kechikish kabi masalalarda xatoga yo'l qo'yadi. Natijada odam o'z pulini vaqtida ola olmaydi yoki keraksiz ovora bo'ladi. Men bugun sizga mutaxassis sifatida tushunarli qilib aytaman. Pensiyani bank orqali olishda nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi holatda xavotirlanish kerak, qaysi holatda esa vahima qilish shart emas. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p uchraydigan xatolar va ularni qanday oldini olishni amaliy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning o'zingizga ham, ota-onangizga ham, buvalaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Oldin ko'p joylarda pensiya asosan naqd pul shaklida berilar edi. Mahallaga pochta orqali yoki mas'ul xodimlar orqali yetkazish holatlari ko'p bo'lgan. Bunda pensioner uyida kutardi. Pul kelgan kuni xursand bo'lardi. Lekin kechikish, navbat, hisob-kitobdagi chalkashlik, uyda bo'lmaslik, hujjatdagi xato kabi muammolar ham ko'p uchrardi. Hozir esa pensiyalar ko'proq bank kartalari orqali to'lanmoqda. Bu qulay. Pul kartaga tushadi, bankomatdan olish mumkin, do'konda karta bilan to'lash mumkin, mobil ilova orqali balansni ko'rish mumkin. Lekin shu qulaylik bilan birga yangi mas'uliyat ham paydo bo'ladi. Endi pensioner faqat pensiya tayinlanganini emas, karta ishlayotganini, bank hisob raqami to'g'ri ekanini, karta muddati tugamagan, telefon raqami bankda to'g'ri bog'langanini ham nazorat qilishi kerak. Masalan, odam pensiyani Xalq bankidagi kartaga oladi. Bir necha yil oldin karta ochilgan, telefon raqami esa o'sha paytda ishlatilgan eski raqamga ulangan. Keyin raqam yo'qolgan yoki boshqa odamga o'tgan. Pensioner esa SMS kelmayapti deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'lishi mumkin, lekin xabar kelmaydi. Yana bir holat, karta muddati tugagan, lekin pensioner buni bilmaydi. Pul hisobga tushishi mumkin, ammo karta orqali ishlatishda muammo chiqadi. Mana shunday mayda ko'ringan masalalar odamni bankka qayta borishga majbur qiladi. Asosiy o'zgarish shuki, pensiya olish jarayoni endi faqat pensiya jamg'armasi yoki mahalla masalasi emas, bank bilan ham chambarchas bog'liq. Pensiya tayinlanadi, to'lov ro'yxati shakllanadi, bankka yuboriladi. Keyin pul pensionerning hisobiga o'tkaziladi. Demak, muammo qayerda ekanini to'g'ri aniqlash juda muhim. Agar pensiya umuman tayinlanmagan bo'lsa, bankka borib foyda yo'q. Buni pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilot orqali tekshirish kerak. Agar pensiya tayinlangan, lekin karta ishlamayotgan bo'lsa, bu bank masalasi. Agar pul tushgan, lekin yechib olishda bankomat pul bermasa, bu ham bank yoki bankomat masalasi. Agar pul umuman kelmagan bo'lsa, avval to'lov sanasi, keyin pensiya jamg'armasi va bankdagi hisob ma'lumotlari tekshiriladi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam birinchi navbatda g'azab bilan bankka boradi. Bank esa bizga pul kelmagan deydi. Keyin pensiya jamg'armasiga boradi, u yerda hisob raqamingiz noto'g'ri yoki hujjat yangilanishi kerak deyshadi. Shu sababli har bir pensioner va uning farzandlari aniq bilishi kerak. Masala pensiya tayinlanishidan, pul o'tkazilishidanmi yoki bank kartasidami? Eng avvalo pensiyasini Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank kartasi orqali olayotgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Bu banklar aholining katta qismi bilan ishlaydi, ayniqsa hududlarda. Tumanlarda va qishloqlarda pensionerlar ko'p hollarda aynan shu banklar orqali pensiya oladi. Bank nomi qaysi bo'lishidan qat'i nazar, umumiy qoidalar deyarli bir xil. Karta amal qilish muddati, hisob raqam, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, telefon raqami va pul yechish tartibi doim tekshirilishi kerak. Birinchi toifa yoshi katta, bank ilovasidan foydalanmaydigan pensionerlar. Yetim 2 yoshli otaxon pensiyasini har oy kartadan naqd qilib oladi. U bankomatga o'zi bormaydi, nevarasiga kartani beradi. Nevara pulni olib keladi. Bu holat oilada ishonch bo'lsa yaxshi, lekin xavf ham bor. Karta pin kodi boshqa odam qo'lida bo'lsa, pulning qanchasi yechilganini pensioner bilmasligi mumkin. Agar pensiya 20 million 200 ming so'm bo'lsa, nevara 20 so'm olib kelib, bankomatda shuncha bor ekan desa, pensioner tekshira olmasa muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun balansni SMS, bank ilovasi yoki bankdan chiqariladigan ko'chirma orqali tekshirib turish kerak. Ikkinchi toifa karta muddati tugashiga yaqin qolgan pensionerlar. Kartaning ustida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan,
25-25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil may oyining oxirigacha amal qiladi. Ko'pchilik buni bilmaydi. Karta qo'limda-ku, nega ishlamayapti deydi. Karta muddati tugasa, yangi karta olish kerak bo'ladi. Bu pensiya qoldi degani emas. Pul hisobda qoladi, lekin uni ishlatish uchun karta yangilanishi kerak. Agar oldindan bankka borib, muddatini tekshirtirsangiz, pensiya tushgan kuni sarson bo'lmaysiz. 3-toifa pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan odamlar. Masalan, pensioner eski pasport bilan karta ochgan, keyin ID karta olgan. Bank bazasida eski hujjat turgan bo'lishi mumkin. Ayrim operatsiyalarda bank yangilangan hujjatni talab qiladi. Bu ayniqsa karta almashtirish, ishonchnoma bo'yicha pul olish, hisob raqamini o'zgartirish yoki mobil ilova ulashda muhim. Shuning uchun yangi hujjat olgan bo'lsangiz, bankka bir marta borib ma'lumotlarni yangilatib qo'yish foydali. 4-toifa boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, odam Andijonda pensiya olgan, keyin Toshkentga farzandlariga ko'chib kelgan. Pensiya kartaga tushaversa ham, ayrim hujjatli masalalarda eski hududdagi ma'lumotlar muhim bo'lib qolishi mumkin. Agar bank filialini almashtirish yoki pensiya ishini boshqa hududga o'tkazish kerak bo'lsa, buni oldindan aniqlashtirish zarur. Aks holda odam Toshkentda turib Andijondagi filial yoki bo'lim bilan bog'lanishga majbur bo'ladi. 5-toifa nogironligi bo'lgan, yotib qolgan yoki mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar. Bunday holatda oila a'zolari juda ehtiyotkor bo'lishi kerak. Ishonchnoma masalasi, karta kimda turishi, PIN kod kimga ma'lumligi. Pul qayerga sarflanayotgani ochiq bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, notarial ishonchnoma. Ayrim holatlarda uyga xizmat chaqirish yoki vakil orqali murojaat qilish tartibi haqida bankdan oldindan ma'lumot olish kerak. Birinchi misol, pensioner ayol har oy 990 ming so'm pensiya oladi. Pul odatda oyning 10 sanasida tushadi. Bir oy 10 sana o'tdi, 11 sana ham o'tdi, SMS kelmadi. U darrov pensiyam kesilibdi deb xavotirga tushadi. Aslida uning telefon raqami o'zgargan, bankdagi SMS xizmati eski raqamga ulangan. Pul esa 10 sana tushgan. U bankka borib balansni tekshirganda pul turgani ma'lum bo'ladi. Bu yerda xulosa shuki, SMS kelmasa, bu har doim pul tushmadi degani emas. Ikkinchi misol, otaxon Agrobank kartasidan pensiya oladi. Karta muddat tugagan, lekin u buni bilmaydi. Bankomat karta rad etildi degan xabar beradi. Otaxon bank pulimni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda bor, faqat karta yangilanishi kerak. U ID kartasi bilan filialga boradi, yangi karta chiqaradi va pulini oladi. Bu holatda vahima qilish shart emas, lekin muddatni oldindan tekshirish kerak. 3-misol. O'zmilliy bank kartasiga pensiya oladigan pensionerning farzandi mobil ilovani o'rnatadi. Balansni ko'rsa, har oy pensiya tushgandan keyin kichik yechimlar bo'lgan, 20 ming, 35 ming, 50 ming so'm. Pensioner buni qilmagan. Keyin ma'lum bo'ladiki, karta ma'lumotlari boshqa odam qo'liga tushgan yoki internet to'lovlarida ehtiyotsizlik bo'lgan. Shu sababli men doim aytaman, pensiya kartasi oddiy karta emas. Bu odamning asosiy daromad manbai. Uni hech kimga bermaslik, karta raqami, amal qilish muddati va tasdiqlash kodlarini aytmaslik kerak. 4-misol, pensioner pulini har oy to'liq naqd qilib oladi. Bankomatda 1 million 500 ming so'm yechmoqchi bo'ladi. Lekin bankomatda mayda pul yetmaydi yoki limit bo'ladi. U pensiyamning hammasi tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida balansda pul bor. Bankomat texnik cheklov sabab to'liq bermagan. Bunday holatda boshqa bankomatdan foydalanish, bank kassasiga murojaat qilish yoki bir necha qismga bo'lib yechishi mumkin. Agar pensiyangiz odatdagidan 1-2 kun kechiksa, darhol yomon xulosa qilish shart emas. To'lov sanalari, dam olish kunlari, bayramlar. Banklararo o'tkazmalar, texnik ishlar yoki ro'yxat shakllanishi bilan bog'liq holda siljishi mumkin. Lekin kechikish 3-5 ish kunidan oshsa, albatta tekshirish kerak. Agar karta bankomatda ishlamasa, bu ham pensiya to'xtadi degani emas. Sabablari ko'p. Bankomatda pul tugagan bo'lishi mumkin. Karta chipi shikastlangan bo'lishi mumkin. PIN kod noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qilish yoki filialga borib balans va karta holatini tekshirtirish. Agar SMS kelmasa, pul yo'q degani emas. SMS xizmati o'chgan bo'lishi, telefon raqam noto'g'ri bo'lishi, operator tarmog'ida muammo bo'lishi yoki bank xabarnomasi kechikishi mumkin. Balansni bankomatdan, bank kassasidan
mobil ilovadan yoki bank operatori orqali tekshirish mumkin. Eng katta tuzoqlardan biri bu telefon orqali firibgarlik. Kimdir qo'ng'iroq qilib, men bank xodimiman, pensiyangiz blok bo'lib qolmasligi uchun kodni ayting desa, hech qachon ishonmang. Bank xodimi hech qachon SMS kod yoki kartaning maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Agar siz kodni aytsangiz, pulingiz yechib olinishi mumkin. Keyin uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, kartani qarindoshga berib yuborish. Albatta, hamma farzand yoki nevara yomon demoqchi emasman. Lekin moliyaviy xavfsizlikda ishonch bilan birga nazorat ham bo'lishi kerak. Pensionerning kartasi, PIN kodi va telefondagi SMS'lari bir odam qo'lida bo'lsa, pul harakatini yashirish osonlashadi. Eng to'g'ri yo'l, agar oila a'zosi yordam bersa ham, har oy qancha pul tushgani va qancha yechilgani yozib borsin. Uchinchi nozik masala, ishonchnoma. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, boshqa odam uning nomidan pul olishi uchun huquqiy asos kerak bo'ladi. Oddiy mening onam, mening otam deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank qonuniy hujjat talab qiladi. Ishonchnomada vakilning huquqlari aniq yozilishi kerak. Karta olish, pul yechish, hisob bo'yicha ma'lumot olish, ariza berish kabi vakolatlar kerak bo'lsa, ular ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Aks holda bank xodimi sizga xizmat ko'rsata olmaydi. To'rtinchi nozik masala bank almashtirish. Pensioner men endi boshqa bankdan olmoqchiman desa, buni tartibli qilish kerak. Yangi bankda hisob ochiladi, karta olinadi. Keyin pensiya to'lovlari uchun yangi hisob ma'lumotlari tegishli organlarga yetkaziladi. Agar eski karta yopilib, yangisi hali ro'yxatga olinmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval tartibni so'rang. Keyin harakat qiling. 5-masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zan pensioner pensiya kamayib tushganini ko'rib hayron bo'ladi. Sabab aliment, kredit, sud qatori, ijro hujjati yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz odatdagidan kam tushsa, bankdan faqat kelib tushgan summa haqida ma'lumot olasiz. Nega aynan shuncha tushganini esa pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijro organi orqali aniqlash kerak bo'ladi. 6-masala bankomat komissiyasi. O'z bankingiz bankomatidan pul yechsangiz bir tartib, boshqa bankomatidan yechsangiz boshqa tartib bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda komissiya ushlanishi ehtimoli bor. Masalan, pensioner 1 million so'm yechmoqchi bo'ladi, lekin boshqa bankomatidan foydalangani uchun ma'lum foiz ushlanishi mumkin. Shuning uchun pensiya kartangiz qaysi bankniki bo'lsa, imkon qadar o'sha bankning bankomati yoki kassasidan foydalaning. Yoki komissiya bor yo'qligini oldindan so'rang. 7-masala karta bloklanishi. Karta noto'g'ri PIN kod bir necha marta kiritilgani, shubhali operatsiya, muddati tugashi yoki xavfsizlik sabablari bilan bloklanishi mumkin. Bu holatda pulim ketdi deb o'ylamang. Bloklangan karta pul yo'qoldi degani emas. Pul hisobda turadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan bankka murojaat qilib, karta holatini tiklash yoki yangisini olish kerak. Birinchi qadam. Kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, pensiya tushadigan kunni kutib o'tirmang. Oldindan bank filialiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, yangi raqamni ham ayting va bank bazasida yangilating. Ikkinchi qadam, balansni nazorat qilishni o'rganing. Agar mobil ilovadan foydalana olsangiz, bankning rasmiy ilovasini o'rnating. Faqat rasmiy manbadan yuklab oling. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan birga ko'ring, lekin SMS kodlarini har kimga aytmang. Agar ilovadan foydalanmasangiz, bankomatdan balansni tekshiring yoki bank kassasidan ko'chirma so'rang. 3-qadam, har oy tushum va yechimlarni yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, mart pensiya tushdi, 1 million 27 ming so'm, 21 mart. 800 ming so'm naqd olindi, 25 mart. Dorixonaga 20 ming so'm to'landi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin pul qayerga ketayotganini bilish uchun eng samarali usul. Ayniqsa yosh katta odamlar uchun bu tartib juda foydali. 4-qadam, pensiya kechiksa, tartib bilan tekshiring. Avval bankomat yoki bank orqali balansni tekshiring. Keyin bankdan pul kelgan-kelmaganini so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, bank kartasi va zarur bo'lsa hisob raqam ma'lumotlarini olib boring. Murojaat qilganda pensiyam yo'q deb umumiy aytmang. Aniq savol bering. Mening pensiya to'lovim qaysi sanada shakllangan?
Qaysi bank hisob raqamiga yuborilgan? Hisob raqamda xatolik yo'qmi? 5-qadam bankka borganda aniq hujjat so'rang. Agar karta ishlamasa, sababini yozma yoki tushunarli tarzda aytishlarini so'rang. Agar hisob raqam o'zgargan bo'lsa, yangi rekvizitlarni oling. Agar karta qayta chiqarilsa, qachon tayyor bo'lishini aniqlang. Agar pul yechilgan bo'lsa va siz buni qilmagan bo'lsangiz, darhol bankka ariza yozing, kartani bloklating va operatsiyalar bo'yicha ko'chirma oling. 6-qadam firibgarlikdan himoyalaning. Hech kimga SMS kod aytmang. Telegram, telefon yoki noma'lum havola orqali karta ma'lumotlarini kiritmang. Pensiyangiz oshdi tasdiqlash uchun kodni yuboring. Karta blok bo'ladi. Kompensatsiya pulini olish uchun karta raqamingizni to'liq yozing degan gaplarga ishonmang. Rasmiy masalani faqat bank filialida, bankning rasmiy telefon raqamida yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. 7-qadam. Agar boshqa odam yordam berayotgan bo'lsa, hammasini qonuniy qiling. Pensioner o'zi yura olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Vakil kim? Nima qila oladi? Qancha muddatga vakolat beriladi? Barchasi aniq bo'lsin. Bu bank xodimi uchun ham, pensioner uchun ham, oila uchun ham xavfsiz. 8-qadam. Bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Avval yangi bankda hisob ochish tartibini so'rang. Keyin pensiya to'lovlari yangi hisobga o'tishi uchun qaysi tashkilotga ariza berish kerakligini aniqlang. Eski kartani darhol tashlab yubormang. Yangi hisobga birinchi pensiya tushganini ko'rmagunicha eski ma'lumotlarni saqlab turing. Agar muammo bank kartasida bo'lsa, Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bankning o'zingizga yaqin filialiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank kartasi, telefon va agar bo'lsa pensiya hujjatlarini oling. Bank xodimiga shunday deb ayting: "Men pensiyam tushadigan kartaning holatini tekshirtirmoqchiman. Karta muddati, hisob raqam, SMS xabarnoma va oxirgi operatsiyalar bo'yicha ma'lumot kerak. Agar pul tushmagan bo'lsa, bankdan hisobga tushum bo'lganmi yoki yo'qmi degan ma'lumotni aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. U yerda shunday savollarni bering: Mening pensiyam joriy oy uchun hisoblanganmi? To'lov bankka yuborilganmi? Qaysi bank va qaysi hisob raqamga yuborilgan? Mening hujjatlarimda yangilanish talab qilinmaydimi? Agar kartadan begona yechim bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Arizada operatsiya sanasi, summasi, karta raqamingizning oxirgi 4 raqami, siz bu operatsiyani amalga oshirmaganingizni yozing. Kartani bloklatishni so'rang. Telefoningizda shubhali ilova yoki havola bo'lsa, uni ham tekshirtiring. Bunday holatda vaqt juda muhim. Qancha tez murojaat qilsangiz, vaziyatni aniqlash shuncha oson bo'ladi. Agar qarindoshingiz nomidan ish qilayotgan bo'lsangiz, men farzandiman degan gapning o'zi yetmasligini tushuning. Bank sizdan hujjat so'rashi qonuniy. Pensionerning huquqi himoya qilinishi kerak. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Ishonchnomada bank hisob varaqlari, karta, pul olish, ariza berish va ma'lumot olish vakolatlari aniq ko'rsatilgani yaxshi. Agar siz pensiyangizni Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank orqali olayotgan bo'lsangiz, eng muhim narsa tartib va nazorat. Karta muddati, telefon raqami, hisob raqam, SMS xabarnoma, bankomat komissiyasi va hujjatlar holatini tekshirib tursangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Pensiya kechiksa, darhol vahima qilmang, avval sababini aniqlang. Muammo bankdami, kartadami yoki pensiya to'lovining o'zidami? Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kartangiz muddatini ko'ring. Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulanganini tekshiring. Yaqinlaringizga ham bu ma'lumotni ayting. Ayniqsa ota-onangiz yoki buvangiz pensiya olsa, ularga yordam bering, lekin pul nazorati ochiq va halol bo'lsin. Siz pensiyangizni qaysi bank orqali olasiz? Xalq bankimi, Agrobankmi, O'zmilliy bankmi yoki boshqa bankmi? Izohlarda yozib qoldiring. Sizda pensiya kechikishi, karta ishlamasligi yoki bankomatda muammo bo'lganmi? Tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensioner odamni ortiqcha ovora bo'lishdan, hatto pul yo'qotishdan ham saqlab qolishi mumkin.